Hürmetli vatandaş, hem leksiyemizin devamlaşlarımız. Andaki leksiyanın mavzusu mundaq. Amerika Cungu otturusu da. Uruşdan 4 xil usulü. Amerika armiyasının hareketi devir bölgüç hareket bulup kalıdı. Mavzulu haber 2. ayının 13. Dovi torbiyeti dilan kılını. Bu katem venvi torbiyeti köçürüp bastı. Biz bu haberini silahga dönüştürümüz. Biz başta Amerika Deniz Armiyası İskadron Karminsin belgilik Amatkila Grupus'tan Janubi Deniz'e yürüyüş kılganlığı için toxtalgan edik. Endilikdeki bu haber, agar Amerika bilen Cungu oturusu uruş bolsa, vaqti Amerika armiyasının hareketi devir bölgüç hareket bolup kalıdı degan mavzu ekan. Mavzu mundaq haber mundaq başlandı. Cungu'nun reis Xi Jinping ulug' millatning gullanışı ne ta'kidlaydi. Şoňa Cungu'nun harbiy kuchi özlüksiz kengaymoqda. Cungu'nun Amerikani G'arbiy Tinch okeandan siqib chiqarish niyati texmi ro'shanlashdi. Demek siz bu haberde elingan mushu bir cümlege itibar bering. Nima deydi? Cungu'nun Amerika Qo'shma Shtatlarini G'arbiy Tinch okeandan siqib chiqarish niyati texmi ro'shanlashdi. 2014-yılı 5. ayının 20. günü Reis Xi Jinping şu vaqtda nima degan edi? Asiyanın işini Asiyadagi devletler o'zi qiladi. Amerikani Asiyadan qo'g'lab chiqaramiz dedi. Bu bak aldirang'ilik bilan, bak tavakkalchilik bilan, bak ko'ranglik bilan so'zlangan so'z edi. Endi buning oqibati qanday bo'ladi uni biz bilmaymiz. Biz faqat kelayotgan xabarlarni vatandoshlarimiz tunishtiramiz. Bugun bu xabarda nima deydi? Jungoning Amerikani G'arbiy Tinch okeandan siqib chiqarish nisbati texmi ro'shanlashdi. Niyati, siqib chiqarish niyati texmi ro'shanlashdi. Kechiringlar, ha? Belki Amerikada yangi saylangan prezident Trump navbatda bir jungo siyosatidan gumonlangan edi. Hamda prezident Trump armiyani kengaytib qurish xizmatini zo'r kuch bilan ilgari surishga boshladi. Prezident Trump Amerikada armiyani kengaytib qurishni zo'r kuch bilan ilgari surishga boshladi. Amerika Jungo to'qinishi to'g'risidagi hikmatlik gaplarni hozir chatga qaqqilib bo'lmaydi. Tugatgili bo'lmaydi. Yaponiya iqtisod uchurlar gazeti 2. ayning 13. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo navbati Sharqiy dengiz, Janubiy dengizni harbiylashtirish qurilishi bilan shug'ullanyapti. Harbiylashtirish qurilishi Amerika Qo'shma Shtatlarining Tinch okean armiyasiga qaratilgan. Shuning uchun kelgusida tuyuqsiz voqealar keltirib chiqaradigan ikki davlat o'rtasida portlaydigan urushning mumkinligini chetga qoqqili bo'lmaydi. Ozodlik armiya vaziyatning besimi ostida qisqa muddatlik, yuqori darajalik, rayon xarakterlik to'qinish xatariga duch kelishi mumkin. Ozodlik armiya vaziyatning besimi ostida qisqa muddatlik, yuqori darajalik, rayon xarakterlik to'qinish xatariga duch kelishi mumkin. Amerika Jungo o'rtasida urush portlagan aman ikki davlat bo'libmi Jungo intayin zo'r ziyonga uchraydi. Harbiy ishlar tahlilchilari mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Jungo o'rtasida urush portlaydigan bo'lsa, bundaq 4 xil alomat o'rtaga chiqadi. Qisqa muddat shiddatli urush bo'ladi. Birinchi, qisqa muddatli shiddatli urush bo'ladi. Ikkinchi xil ahvolda uzun muddatli shiddatli urush bo'ladi. Uzun muddatli yoki tuvan darajalik shiddatli urush bo'ladi. Qisqa muddatlik bo'lganda bir necha kun yoki bir necha hafta davomlashadi. Uzun muddatlik urush bo'lganda 1 yil atrofida davomlashadi. Urushning shiddatlik bo'lishi yoki tuvan darajalik shiddatlik bo'lishi Amerika armiyasi Jungo quruqligiga hujum qilamdi qilmamdi degan savol bilan belgilanadi. Jungoda harbiy ishlar strategiyasi tez urush qilish,
tez g'alaba qilish urush holatini qo'g'lishidi. Jungoda harbiy ishlar strategiyasi ekan, tez urush qilib, tez g'alaba qilish urush holatini qo'g'lishidi. Bu Tibet bilan Shinjongda shundaq-ku deymi? Boshqa masalalar kelganda ko'rib boqamiz. Balki Amerika g'alaba qilish uchun uzun muddatlik urush bo'lganda, taxmin Amerikaga foydali bo'ladi. Amerika g'alaba qilish uchun uzun muddatlik urush bo'lganda, Amerikaga taxmin foydali bo'ladi. Harbiy ishlar tahlilchilari bunday ko'rsatdi. Amerika uzun muddat shiddatli urush qilishga tayyorlanish lozim. Amerika uzun muddatlik shiddatli urush qilishga tayyorlanish lozim. Uzun muddatlik dahshatli urushning natijasi shunday bo'ladiki, Amerika armiyasi Jungo qo'riqligiga zo'r ko'lamda hujum qiladi. Urush maydonini kengaytirdi. Urush maydoni kengaydi. Balki urush atmosferada urush qilish va olam boshlig'ida urush qilishga o'rlaydi. Bu urush orqali Jungoning harbiy kuchi yuqori ko'tariladi. Amerikaning harbiy ustunligi tuvallaydi. Alagatli buni. Amerika Jungo urush shiddatli 1 yildan ortiq davomlashadi. Ikki taraf eg'ir ziyonga uchraydi. Bu ham tahlilchilarning tahlili bilan qo'shilib kelayotgan xabarga vatandoshim, angladingizmi? Jungoning armiyasining kuchi o'rlaydi ekan. Urush Amerika Jungo ikki davlatning iqtisodiga zo'r ziyon olib keladi. Bo'lib, Jungo iqtisodi ajallik zarbaga uchraydi. Urush paydo qilgan jarohat uzungacha davomlashishi mumkindir. Uzun muddatli urush tufayli Jungoning iqtisodi ojizlashadi. Yuqori sur'atda taraqqiy qilayotgan iqtisod bir qadam olg'a bosa olmaydi. Jungoning ichki qismiga kelsak, zo'r ko'lamda to'polon portlaydi. Shunga Amerika Jungo o'rtasida urush portlashining xatari intayin zo'r bo'ladi. Ikki davlat keng qo'saqlik bilan bundaq urush portlashining xataridan saqlanish lozim deyildi xabarda. Buning mavzusi Amerika Jungo o'rtasida urushning 4 xil usuli, urush bo'lishning 4 xil usuli. Amerika armiyasining harakati davr bilgich harakat bo'lib qoladi. Xabar, mana shunday xabar ekan, hurmatli vatandoshim. Biz avvalgi haftalarda so'zlagan vaziyat bilan endi hozirgi vaziyatni boshda ko'rsatdik sizlarga. So'zladik. Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasining hozir Janubiy dengiz yurish qilganligini so'zladik. Shundaqla pul masalasida Jungoni ham pulni kontrol qilg'ich davlat, ya'ni buning ma'nosi perevod nisbatini kontrol qilg'ich davlat. Tegishga vaqtga nisbatni kontrol qilg'ich davlat degan qatorga kirgizganligidan bishorat berganligi uchun to'xtaldik. Oxirgi hisobda Rogersning dunyo iqtisodiy va hozirgi siyosatga munosabat taraflaridan to'xtaldik. Endi eng oxirida Amerika Jungo o'tirish urush portlaydi. Bu urush yuqoriga 4 xil usul bo'yicha elib berildi debdi. Vaziyat mana shu yerda. Ya'ni bundan keyingi xabarlarimiz orqali vatandoshlar bilan davomli uchrashib turamiz. Hurmatli vatandoshim Turan apandi, sizning bir savolingizga javob bermay o'tib ketgandim. Ayni vaqtda ta'sir doira masalasida bu siyosat kelgisi Shinjong qanday ta'sir ko'rsatish mumkin deganingizda biz o savolga vaqti yetmagan deb javob bermagan edik. Hozir buna qaraganda shu savol bo'yicha bo'layotgan fikrlarning o'zi bir tarafda qolgandek qiladi. Şu an bundan keyingi vaziyatdan o'zgarishga qarab turamiz. Endi siz aytdingizki, hozir Oqsaroyga prezidentning davlat bexatarligi bo'yicha maslahatchisi. Bu o'rin, bu martaba Amerikada ya 3-o'rin, 3-darajalik o'rin, yoki 4-darajalik o'rin davlat rahbari qatorida Michael Flynn iste'fo beribdi dedingiz. Michael Flynnning iste'fo berganligida Rossiya diplomatlari bilan ko'rishganligi va orada so'zlangan so'zlar deb bugun Amerika ovoziga shunday xabar beribdi. Uningdan boshqa Michael Flynn o'tgan yil 12-oyning 8-kuni Nyu-York shahrida Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi bilan ko'rishgan edi. Uningdan keyin yaqinda Prezident Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping telefonda so'z aloqa suhbat olib berishdan bir hafta burun degidek
Michael Flynn efendi yani şu yancıçı bilen telefonda sözleşken idi. Yani tuyuksuzla istifaga çıktı. Bunun yana başka taraflarını bilmeydiken ben sizden koygan sualыңызga rahmet Turan efendi.